Menga qara. Domlaligingcha boshqasi yig'lasan. Ammo ha, nima? Nima qilarding uni so'kib, ha? Yillab mehnat qilamiz. Pulimizni, kuchimizni, bilimimizni sarflagan biz. 3-4 so'mga patentlab olib, ega chiqqan odam u. Odamni jahli chiqadi, tabiiy. Mashq qiziqoliging deb suddan 2 ta xat kelgan. Birinchisi patent uchun, ikkinchisi haqorat qilganing uchun. Bunaqasi ketmaydi. Yaxshisi uni ofisga chaqirib olib bir odamga o'xshab gaplashib olaylik. Faqat qiziqqonlik qilmaslik sharti bilan. Hozir u haq. Bo'pti. Ertaga chaqir. Xullas, brendinglar men nomimda. Ishlash xohlasanglar pulini to'lab qo'yinglar. Bo'ldi. Menga qara. Qanaqa odamsan o'zi? Insofing bormi? Birovning haqqini yeb yurishdan qo'rqmaysanmi? Menga qara. Domlaligingcha boshqasiga qilasan. Qonmi? Baxtiyor. Ha, nima? Baxtiyor. Ey! Qonamabdi-da. Mayli, ekspertiza aniqlab beradi. Mana endi mendan qutula olmaysanlar. Ertani o'zida bermasalaring, tamomsan. Mana endi suddan 3-xatam keladi. Nima qildingsan Abdulxay? Ko'ryapsan, asabim buzib shantaj qilyapti. Xullas, ertaga bir joyga borib kelamiz. Tayyor bo'lib turgan. Shunaqa muammo aka. Tushunarli. Ertaroq kelganingizda bu ish arzimagan pulga va qisqa muddatda bitgan bo'lardi. Endi esa oldingizda 2 ta yo'l bor. Birinchisi, unga aytgan pulini berib, brendingizni sotib olish. Ikkinchisi esa rebranding, ya'ni brendingiz nomini o'zgartirish. Boshqa brend bilan yana ishonchga kirish uchun katta mablag' va yana 6-7 yil kerak bo'ladi. Boshqa yo'limiz bo'lmasa ketdik. Rahmat. Bu boshqa gap. BMKdan da'voing yo'qmi? Hech qanaqa da'voyim yo'q. Boy. Bo'lar ekan, shunaqa oson hal qilsa ham, ha? O'limingga buyursin. Faqatga o'laman. Salladagi lo'qlardan yana 10 tasini taxlab qo'yganman-u. Hey! Bu sizga hadya. Rahmat. Bu ham sizga. Bu nimaga? Men hech narsa qilmadim-ku. Ha, endi qilasizda. Men bu yangi kompaniyamning rekvizitlari. Shuni jahon miqyosida patentlab bersangiz. Keyin logolarni ham professional qilib bering. Ishni boshidan puxta qilamiz-da endi. Bo'ladi, xizmatdamiz. Kelishdik. Kelishdik. Sizga topshirdim.